Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin dindoshim. Iltimos, videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni faqatgina yaxshilargina tarqata oladi. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Bangi qalandar. Karaxtlikdan dong qotgan bir qalandar bo'lar edi. U ertayu kech bang iste'mol qilardi. Ko'rinishdan bu olamdan etak silkigan darvishlarga o'xshar, ammo bugun sir asrori yonidagi bang idishi jur'adonida yashiringan edi. Bang tortgan damlarida o'zini qo'yarga joy topa olmay, har doim aysh qilmoq haqida turli xayollar surardi. Kunlardan bir kuni u bir vayronaga kirib, bangdan odatdagidan ko'proq tortdi. Buzuq devorga suyangancha sirlar olamida sayr qila boshladi. O'zini xayolan go'zal, gulshan ichra shod holda ko'rdi. Atrofida ayshu ishrat ashyolari muhayyo edi. Go'yo yotgan maskani bir oliy qasr bo'lib, bu qasr binosi mashhur musavvir Moniy suratxonasidek bezatilgan emish. O'zi taxt usra Jamshiddek xurram yonida oftob jamolli bir gulchehra ham bor emish. U oliy maqom podsho ayshu ishrat bilan mashg'ul bo'lib, har lahza gulchehra yoridan bahra olayotgan emish. Shu xayollar bilan u o'zini koshonida his qilib, vayrona ichida yotar edi. Vayronada nishi ustida ajal zahrini saqlaguvchi bir chayon bor edi. U vayronani aylanish uchun chiqib, nishini har tomonga sanchgan holda u yoq bu yoqqa yurar edi. Xomxayol qalandar alahsiragan holda xayoliy gulchehrasining labidan bo'sa olayotib edi. Shu payt labiga chayonning nayzasi sanchildi. Qalandar beqaror holda chinqiragancha o'rnidan turdi. Iztirob va alam ichra qarasa, yonida na gulshan, na kasru taxt va na xushbaxt sohib jamol bor edi. Shu tarzda uning behuda xayollari barham topdi. Biroq u labidan ajal nishini yegan edi. Qilgan barcha ishlari xato ekanligini angladi. Ammo bu pushaymonlik unga foyda keltirmadi. Sen ham o'shanga o'xshash ahvolga tushgansan. Miyangni bo'lmag'ur xayollar chulg'ab olgan. Ammo bir kun ajal nishini yeb sesganganingcha g'aflat uyg'usidan uyg'onasan. Biroq u payt qancha zoru fig'on ko'tarma, qilcha naft yetmaydi. O'shanda o'zingning kimdan yiroq tushganingni yaxshi anglaysan, lekin joningda ayriliq dog'i muhrlanib qoladi. Xulosa, o'zingizdan yaxshilar.